Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar, tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugun mana 2025-yil 8-aprel. Endi azizlar, baliq boqishni boshlayapmiz, Xudo xolasa inshaalloh. Duoda bo'lib turasizlar. Mana nima deydi, kompas degan narsa bo'lar ekan, mana shular tayyorlab, qorlar sepib, ahaylarni sepib, suvni ochdik mana. Endi mana suvni ochib 1-2 kun, 3 kun suvlarni sal ilitib olsak, baliqlarni tashlaymiz. Xudo xolasa yaxshi niyatlar. Sizlar ham duo qilib turinglar aziz musulmonlar, aziz obunachilarimiz. Like-da ayamanglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Like-ni bosib, podpisatsiyani bosib a'zo bo'lsanglar, qo'ygan videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi. Endi mana shu qo'ygan videolarimiz sizlarga yoqadigan umiddamiz. Baliqlarni mana 3 xil baliq olib kelib tashlaymiz deyapmiz inshaalloh. 3 xil, 4 xil. Ko'rsatamiz baliqlarni ham mana kemalarni qo'yib, Xudo xolasa inshaalloh. Ko'rsatib boramiz. Video nima, kanalni yangi ochganmiz. Eski kanalim ham bor, meni Allohga tavakkal degan kimlardir biladi, bilmaydi. Yangi ochdik. Shuning uchun musulmon odam bir-birlarimizga yordam qilishimiz kerak. Shuning uchun like ayamanglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Biz ham qo'limizdan kelganicha bilgan narsalarimizni ko'rsatib harakat qilamiz. Aziz musulmonlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'laveringlar. Buni buyog'i harakat qilaman, sizlarga shu yoqadigan bir foydali videolarni harakat qilib ko'ramiz. Nima deydi, pomidor badringlarga, odamlarga har xil dorilar. Mana o'zimiz ham kasallarni o'qib davolashni ham boshladik. Mana men haligi nima deydi, oldingi kanalimda ko'plari biladi, endi yana yangi kanalni ko'plari bilmaydi. Shuning uchun bir og'iz aytib o'tib ketyapmiz. Azizlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Kimlarning mushkullari bo'lsa Allohim oson qilib qo'ysin. Kimlarning dardlari bo'lsa Alloh o'zi shifo bersin. Musofirdaylarni ham Alloh o'zi panohida saqlasin. Sabr bersin, Alloh kuch-quvvat bersin. Sog' salomat ishlab, bola chaqani oldiga, ota-enalarning oldiga yorug' yuz bilan kelib, yuz ko'rishga nasib qilaversin. Azizlar, mana qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'laveringlar. Nihoyatda dam oladigan yaxshi joy mana. Ekib mana yangi ekdik ko'chat, mana 2 kun bo'ldi mana ko'chatlar. Chiroyli qilib mashinlarni chiroyli qilib yubormoqchimiz. O naryoqda ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Tollarni ekib qo'ydik ana, teraklarni, yong'oqlarni ekib qo'ydik. Xudo xolasa chiroyli qilib dam oladigan yerlar qilmoqchimiz. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Yanagi videolarda gaplashib ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.